O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i 1991-yil 18-noyabrda qabul qilingan. Mening muqaddas bayrog'im, ko'nglimning, baxtimning sayrog'i, tinmagay mavzlanib tursang sen, yuragim, bulbulim, sayrog'im. Sendagi moviylik, tiriklik, ko'klardek, suvlardek tiniqlik, so'nmagay mavzlanib tursang sen, ortgaydir qalbimda yiriklik. Oq ranging niyatim oqligi, qutlashda quyoshday toqligi, bilingay mavjlanib tursang sen, o'ylarim, hayolim pokligi. Sendagi yashillik, ko'karish, yuksalish, yaxshilik, ko'ringay mavjlanib tursang sen, ishlashim ter bosib tikka tik. Chiziqlar qizil ol, hayotiy kuchimga berar misol, hilpirar mavjlanib tursang sen, bor bashar ilmiga bemalol. Unga porlagay yarim oy, ko'rsatar an'anang qanday boy, erkimning ramzidir bu yana parpirab hurmatga ochar yo'l. Yilagi 12 yulduzda xalqdagi quyoshli salnoma, beruniy avlodi millatning kimligin bilmoqqa yodnoma.